Hizqiyo payg'ambar Shoh Dovud vafotidan keyin 450 yil o'tgach paydo bo'lgan. Biroq Hizqiyo payg'ambar Xudoning bashoratli ta'limotlarini yozib qo'ygan. Qulim Dovud esa ularning hukmdori bo'ladi. Bu Dovud jismoniy Dovudga emas, balki bashoratli Dovudga, ya'ni ruhiy Dovudga ishora qilishini oson tushunamiz, shunday emasmi? Keling, Hizqiyo kitobining 34 bobi 24 oyatini ko'raylik. Men ularning xudosi bo'laman, qulim Dovud esa ularning hukmdori bo'ladi. Xudo dedi, men ularning xudosi bo'laman. Bu juda muhim ibora. Xudo hech kimga korkorona ularning xudosi bo'lishini va'da qilmagan. U, men bunday imonga ega bo'lganlarning xudosi bo'laman, deb va'da berdi. Shunday emasmi? Keling, Yeremiyo kitobining 31-bob 31-oyatini ko'rib chiqaylik. Egamiz demoqda, shunday kunlar keladiki, men Isroil va Yahudo xalqlari bilan yangi ahd tuzaman. Xudo dedi, men yangi ahdning haqiqatida bo'lgan xalqning xudosi bo'laman. Keling, 33-oyatni ko'rib chiqaylik. Egamiz shunday demoqda, men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi. Men qonunimni odamlarning ongiga solib qo'yaman, qonunimni ularning yuraklariga yozaman. U nima bo'ladi? Men ularning xudosi, ular esa mening xalqim bo'ladilar. Xudo qaysi holatda men ularning xudosi bo'laman dedi. Xudo dedi, men yangi ahdda bo'lgan va yangi ahdga amal qilganlarning xudosi bo'laman va ular mening xalqim bo'ladilar. Keling, 34 oyatni davom ettiraylik. Shundan keyin odamlar biriga, egamizni tanib, biling, demaydigan bo'lishadi. Chunki ularning hammasi, kattasidan tortib, kichigigacha meni biladigan bo'ladi. U nima qilni kechiradi. Men ularning ayblarini kechiraman, gunohlarni hech qachon esga olmayman. Egamizning kalomi shudir. Xudo dedi, men yangi ahdimni ularning yuraklariga yozaman. Men ularning xudosi bo'laman. Bugungi kunda men Xudoga ishonganligim uchun osmon shohligiga borishim mumkin, deb ishonch bilan aytadigan odamlar bor. Biroq Xudo hech qachon ularni o'zining xalqi deb aytmagan. Xudo dedi, men yangi ahdning haqiqatida bo'lganlarning xudosi bo'laman. Hizqiyo kitobining 34 bobida Xudo Dovud nomi bilan bu yerga yangi ahd haqiqatida kelish haqidagi o'z irodasini ochib berdi. Biror kishi paydo bo'lib, men Dovudman deb aytishi, bu uning Dovud ekanligini anglatmaydi. Haqiqatan ham, Xudo yangi ahdning haqiqatida paydo bo'lishi kerak.